Tracker 2 hamda Onyx avtomobillar uchun 4-pokoleniya propanni ikki xil narxda aytib o'taman. Birinchi variantimiz 3.800.000 so'mlik variant, ikkinchisi 4.100.000 so'm. Ikkalasi ham 100% original zapchastlar bilan qo'yiladi. Qo'yiladigan zapchastlar bilan tanishtirib o'taman. Miya blogi keladigan bo'lsak, Basico 24 ga 4 miya blogi bu 100% original. Reduktoriga keladigan bo'lsak, Nordic original reduktor. Injektori Rail original injektor qo'yiladi. Shu bilan birgalikda 47 litrlik ballonlari bilan full komplektda o'rnatib berishlik 3.800.000 so'm bo'ladi. 4.100.000 so'mlik variantimizga kelsak, miya blogi Avanse 32 ga 4, ya'ni OBD funksiyasi bor, chek yondirmaydi. Reduktoriga keladigan bo'lsak, Nordic original reduktor, injektorimiz bo'lsa Rail original injektor, 47 litrli ballonlari bilan, shumkalari bilan birgalikda uстановка qilib beramiz.